O'zbek xalqi uchun yana bir mudhish falokat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Afsuski, o'zbeklar uchun yana bir yomon xabar, yana bir katta yo'qotish. O'zbek xalqi yana bir mard o'g'lonidan ayrildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi rahbariyati, yo'l patrul xizmati brigadasi rahbariyati va barcha shaxsiy tarkib og'ir musibatga uchradi. 2026-yil 16-iyun kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi, yo'l patrul xizmati brigadasi maxsus batalyoni Mato guruhi komandiri leytenant Ozodbek Madyorjon o'g'li Qo'ldoshaliyev xizmat vazifasini bajarish vaqtida sodir bo'lgan fojiali yo'l transport hodisasi oqibatida 29 yoshida vafot etdi. Marhumning oila a'zolari hamda yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Alloh taolo marhumni o'z rahmatiga olsin, jannatlaridan joy bersin. Yaqinlariga sabr, toqat hamda matonat tilaymiz. Janoza marosimi 2026-yil 17-iyun kuni Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida bo'lib o'tdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda marhumning haqqiga duo qilishni yodingizdan chiqarmang.